paysh etadi. Assalomu alaykum Muruntoq xonachilari. Hammaga Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Hammani chin qalbimdan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Muruntoq konini Sharqiy konchilik uchastkasi nomidan ma'muriyat tomonidan tabriklayman. Doimiy yurtimiz tinch bo'lsin, Navro'z bayramimiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum barchaga. Mana shu Navro'z olamlar, bayramlar muborak bo'lsin deb qolamiz. Endi esa hurmatli bugungi tadbirimiz ishtirokchilari, biz sport musobaqalarini boshlaymiz. Mana bu yerga kelib tosh ko'tarish bo'yicha yigitlarimiz kelib o'z ismlarini yozdirib kelsalar. Qolaversa, arqon tortish bo'yicha uchastkalar kelib jamoalar nomlarini yozdirib ketinglar. Поздравляем всех вас всенародным праздником Навруз. Дорогие друзья, примите самые искренние слова поздравлений. Счастья, здоровья, весны в душе. Сегодня у нас состоится здесь праздничные мероприятия, которые будут проходить в несколько этапов. Прекрасные дамы приготовили сегодня праздничные дастарханы. Мы просим вас ознакомиться. Также у нас начались соревнования по шашкам и шахматам. Далее вас ждут захватывающие соревнования. Это эстафета.
поднятие гири. Ну и вишенка на нашем празднике – это перетягивание канатов. Друзья, примите еще раз самые искренние поздравления с праздником Навруз. От себя хочется напомнить, что большой праздник в нашем городе, в городе Заравшан, состоится завтра, 19 марта, в 10 часов на Центральной площади. Добро пожаловать! Estafeta musobaqasini boshlaymiz. 4 tadan 8 ta ishtirokchini yonimizga taklif etamiz. 2 ta jamoa. Xohishi. Uchastkalardan 4 tadan 8 ta kishi. Sochlaringni taraydi shamol havoningni sochlaringni taraydi shamol havoningni Xohishi bormi estafetaga qizni olish uchun? Yo'q, hozir Xohishi Xohishi bormi? Xohishi estafetaga 8 kishi. Aslon, yuragida o'tib borlar bormi? 8 kishi Xohishi estafetaga. Estafetaga bormi? Estafeta Xohishi 8 kishi. To'rttadan 8 ta ishtirokchini taklif etamiz. 2 ta jamoa bo'lib olamiz. Estafeta musobaqasini boshlaymiz. Bormi? Kim? Bormi yana? Kim bor yana? To'pda janglar qilish estafeta o'rniga. O Arslon estafeta ma'lumotlarida To'xtoni futbol terma jamoa a'zosi. Hozir menga yordamga daftar bering. Sheriklarni Arslon hisoblasam men bu sherikka bitta hisoblayman. Yaxshi qiziq. CPT uchastkasidan Shavzod boshlab beradi. Qani qarsiylar bilan olqishlab turamiz. Po'st balandroq qilsam. Alaka. Musiqani o'zgarib ko'tarib qo'yaylik. CPT uchastkasi bormi, o'zi kelganmi? Ovozinglar eshitilmayapti, qarsiylar bilan olqishlab turamiz. 39 ta. Yigitimiz sana turibdi. 39 ta. Shavzodjon. Xo'p, ikkinchi uchastkamiz Bravo uchastka. Bravo uchastkadan Humoyin boshlab beradi. Qani qarsiylar, Bravo uchastka shu yerdami? Qoch. Rahmat, Shavzodga qarsiylar. 18 ta. Xo'p. Uchinchi ishtirokchimiz qani? Arslon. Uchinchi ishtirokchimiz. Sergo uchastkasidan. Kamida bir 100 ta bo'ladi-yu. Deb ko'rsatsak. Boshlaymiz. Tayyormisiz? 1, 2, 3 vaqt ketdi. Mana qarsiylar eshitmayapti. Olqishlar turamiz Arslon.
Arslonga raqobatchi bormi? Kadrlar bo'limidan Hayotjon 65 ta Arslon. Kadrlar bo'limidan Hayotjon. Tayyormisiz? Hayotjon tayyormisiz? Boshladik. Buralar uchastkadan Farhodjon aka. Tayyormisiz? Farhodjon aka. Tayyormi? Hop. Sağ ol. Tayyormi? Farhodjon boshlang. Buralar uchastkaga qani qarsiylar bilan o'xshab turamiz. 37 ta. 8 ta dek. Uni oling. Tayyormisiz? Boshlaysizmi? Uni oling, u tozalab. Boshlaymiz. Brat, qoching. Boshlab kelinglar. Mana Baxtiyor akani olqishlab turamiz. Sepet uchastki. Olmishta. Hop, hammaga rahmat aytib qolamiz. Endi esa tosh ko'tarish musobaqasini boshlaymiz. Kim bor? Obirjon, tosh ko'tarish yozilganida. Arslon. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin Farhod. Hop. Tosh ko'tarish bo'yicha birinchi taklif etamiz Arslon. Zafar padarka. Oxirida bir ekan Arslon, nima chiqadi? Aka, oxirida nagradniy qilam. Mana Arslon deyman-da. Nagradniy oxirida bo'ladimi? Gol oxirida qilamiz. Belgilab ketyapman, ham oxirida bilan e'lon qilamiz sportsmenlarni aniqlaymiz. Tosh ko'tarish bo'yicha kim chaqiradi? Mana qo'llar bor. Tosh. Tosh ko'tarish bo'yicha musobaqaga taklif etamiz. Bundan boshqa Hajinov mana bundan boshqa. Zayniddinov F. Zayniddinov F. Tosh olib kelsa. Ikkisi toshga chiqadi. Ikkisi toshga borsa. Aka, aytib qo'ying, aytma, tushunmadi aka. Hop, tosh ko'tarish musobaqasini boshlaymiz. Toshimiz 16 kilogramlik. Yurakda o'ti borlar kelib yozdirishlaringiz ham mumkin. Xo'p, tayyormisiz? Yigitimiz sanab turadilar. Qani olqishlab turamiz. Qonun qoidasi oxirigacha yarim aytsin. Sport bo'lmasin, hozirdan oxirigacha qo'l uzunroq bo'lish kerak-da. To'g'rimi? Bitta ko'rsating. Mana professional bu. Fiksatsiya, stop. Oxirigacha. Qarashib. Chalamasdan stop oxirigacha. Buravoy uchastka ikkinchisi. Ko'tarib tursangiz bo'ldi. Olsangiz bir soat dam olib keyin. Tayyormisiz?
Başladık. Arselerle alışlatmamız. Hadi bravo ülkesine. Çasırlıklar var mısınız bilsin? 37. Hop. Tosh ko'tarishga taklif etamiz. Jumayev Murod. Tayyorlansın Iqbolov Bahobiy. Alkışlarımız 48'de İktar Savunama. 3. iştirakçımız. Tosh ko'tarishga chiqdi Iqbolov Bahobiy. Tayyorlansın Choriyev Farhod. Tayyormisiz? Boşladık. Choriyev Farhod. Tanisiz. Tayyorlansın Hasanov Bey. Tayyormisiz? Boşladık. Alkışlatırımız 53'te Hasan
tayyor. Ikkinchi uchastka Buravoy. Qani Buravoychilar? Qarsilar bilan o'xshab turamiz So'nyaldi. Tayyorlansin G'affarov Zoir aka. G'affarov Zoir aka tayyorladi. Kon uchastkalari, ta'mirlash sexi. O'ttizta. G'affarov Zoir aka, tayyormisiz? O'zbekiston chempioni. Boshladik, qarsilar bilan o'xshab turamiz. Qarsiga o'xshamayapti va oddiy chapakka o'xshayapti. Qani, Zoir akani olqishlab turamiz. Tayyorlansin. Umirzakov Faydib yozilgan ekan. Zoir akamiz 100 taga chiqarib qo'yganlar deyman. Qani qarsilar bilan olqishlab turamiz. Olmuş birta. Umirzakov Bey. Shiddat, sabr. Birgalikda bo'ladi. Umirzakov Farzliddin. TB. Tayyorlansin Xurshidaka PPK. Tosh ko'taringiz, faqat o'zingiz ko'taring. Yana. Mana. Qarsilar bilan olqishlab turamiz. Olmuş uçta. Qarsilar. Xurshid aka. Xurshid aka tayyormisiz? PPK. Kon transport uchastkasi. Mana kayfiyatlarni ko'targan holda Xurshid akani olqishlab turamiz.
Tayyorlansin Bafokulov Suprov. Sakkizta, ikkitasi hisoblanmadi. Oxirigacha ko'taramiz. Pastda dam olish yo'q, faqat tepada dam olinadi. Supravjonni oxirigacha ko'taramiz. Bo'ldimi? 28 ta Suprovga narsalarni chalib qo'yamiz. Xo'p, taklif etamiz Xidirov O'tkir aka. Qani? Xidirov O'tkir aka. Maydonga taklif etamiz. Boshqasi ketsinmi, bitta chiqsin boshqasi. O'tkiraga tayyorlangan bunga qadar taklif etamiz Kursiyev Odil. Odiljon, marhamat. Tayyorlanib oling. O'tkiraga tayyorlanib turamiz. Narsalar bilan olqishlab turamiz. O'tkazilgan Odiljonga narsalarni chalib qo'yamiz. O'tkir aka, Xidirov. Tayyormisiz? Bravo uchastka. Qani qarsaylar bilan. O'tkir aka oxirigacha ko'taramiz. E'tirozlar bo'lyapti, oxirigacha ko'taramiz. O'tkir aka. Tosh ko'tarish bo'yicha chempionimiz. Tayyorlansin Otakulov Laziz. Oxirgi ishtirokchimiz. Undan so'ng tosh ko'tarishdan so'ng turnik tortirish musobaqasiga start beramiz. Spokojно, дыши. Давай, давай, Уткер, давай еще. Еще, Уткер. Давай, 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 дыши еще. Mana, narsalar bilan olqishlab turamiz. Давай, давай, давай. Еще. Еще. Подыши, подыши, еще. Подыши, еще. Еще, Уткер. Еще. Еще дыши, давай. Дыши, давай. Еще, Яна. Дыши, еще. Еще. Еще, Уткер, давай. Еще. Яна.
bo'ladi. Давай, yana. Давай. Bo'ldi. Hop, еще yana. Yana. Bo'ldi. Hop. Yana taşınsa. А теперь забрала я на битву. Молодец. 120 ta bo'ldi. 10 tasini ayirib tashladilar. 110 ta. Hal olib qo'ysa yana 20 ta olsin. Yetamiz. Lan foydası yok. Sergov uchastkasidan Otaqulov Laziz. Lazizjon 120 ta ko'taraman deyapti. Oxirgacha ko'taramiz. Turnir tortilish bo'yicha musobaqaga tayyorlanib turamiz. Mana Sergov uchastka olqishlab turamiz. Beshtasini ayirib tashlaymiz. Hop, tosh ko'tarish musobaqasini yakunlaymiz. Endi turlik tortilish musobaqasiga navbatni beramiz. Xo'sh. Bitta ko'rsataman deb aytdim men sizlarga. Talchoq yo'q. Yo'da sanaysan? Boltayev Aziz, Buravoy. Buravoy uchastkadan Boltayev Aziz. Mana Buravoy uchastkadagi yigitlar. Olqishlab turamiz. Ikkinchi ishtirokchimiz tayyorlansin. Choriyev Farhod aka. Oldu Aziz, işte. Geliyor. 15 ta bo'ldi, 9 tasi hisoblandi. Tayyorlansın. Kiri Buravoy uchastkada. Oxirgi chiqamiz. Bo'lmasa hisoblanmaydi. 26 ta 14 ta hisoblanadi. 26 ta 14 tasi hisoblandi. Mana uchinchi ishtirokchimiz Buravoy uchastkada. Mana Buravoy uchastkada. Olqishlab turamiz.
Bayramlar mübarek olsun. Давай, давай, давай. Oxirgacha chiqamiz. Выше, Кирилл, надо выше. Выше? Да, выше. Вас менять можно? Надо, вот, Кирилл. Нет, Aka, Rahmat. 14 ta yozing, 10 ta hisoblanadi, 4 ta hisoblanadi. 14ta 10tasi hisoblandi. 4tasi olib tashlandi. Hop. Orziqulov Farhod aka. Ana Orziqulov Farhodjon. Tayyormisiz? Qonun qoidalar bilasiz. Oxirgacha. Tayyorlansin Burxonov Sohib. Kita, oh, kita. Давай, давай. Kita. Ana 5 so'm. 9. Qancha bilan hisoblanmaydi? Hop. Bo'ldi. 5 so'mda yarim chalib qo'yaylik yigitimizga. Burxonov Sohibaga biz olqishlab turamiz. Aka, balandroq. Tayyorlansin Shamsiyev Sardor. Hop, tayyorlansin Dilmurodov Iskandar. Sergov uchastkasi. 12tadan 7ta hisoblandi. Rahmat, partiyalarni chalib qo'yamiz. Tayyormisiz? Boshladik. Mana Sergov uchastka. Partiyalar bilan olqishlab turamiz. Tayyorlansinlar Ko'ziyev Odiljon aka. Turmak tortish musobaqasidan so'ng arqon tortish musobaqasiga navbatni beramiz. Uchastkalar tayyor turishlarini so'raymiz. Jamoa bo'ladi. 12tadan 7tasi hisoblandi. Aka, mana bu hisoblanmaydi. Zakasi. Odiljon tayyormisiz? Odiljon olqishlab turamiz. O'n 15tasi hisoblandi. Rahmat. Yana yurakda o'ti boramanmi? Azizbek Ubaydullayev. Laboratoriya. Laboratoriya. Tayyorlansin Bekmurodov
Ibodov Umid. Bo'ldi. Ertaga bayram. 14'te 12'tasi hisoblanadi. Ikkitasi olib tashlandi. Xo'p. Umidjon tayyormisiz boshlaymiz. Tayyorlansin. Shamsiyev Sardor. Boburjon akasi xizmatdan tayyorlansin. Oxirigacha tushamiz. Negadir kipdagilar rad etyapti. Kip uchastkasidan Xayriddinov Og'abek tayyorlansin. Mana kipdagilar. Arziylar bilan olqishlar turamiz. 17tadan 11tasi hisoblanadi. To'may o'ting. Onda 9tasi hisoblanadi. Jonikulov Azamat Vostok Aqonim bo'yicha jamoalar tayyormi? Rahmat. 18'den 17'den. 18'den 17'te. Beşte tortuna git. Asfalt yozgasi. Jumayev. Bo'ldi, bittagina. Xo'p, rahmat. Bitta qarsiyalarni chalib qo'yamiz. Endi Arqon tortish musobaqasi. Yana bir kishi bormi? Qaysi uchastka? Vostochniy uchastkada yana bir kishi bor ekan. Ibodov Bahodir. Takada tush. Takada tushing. Oxirigacha tushamiz. Aka. Tadan 12'te. Rahmat. Endi esa Arqon tortish musobaqasiga navbatni beramiz. Arqon tortish musobaqasiga 4 ta jamoa tayyor ekan. 20 to'lama oldim. Sergo uchastkasi bilan Bo'ravoy uchastkasini taklif etamiz. 7 tadan ishtirokchi. Qani, Bo'ravoydagilar. Sergo uchastkasi. Kim? Avdi. Urusmi? Bo'ravoy. Prямо чисто lekin. Kadri. Hop. 7 tadan ishtirok chiqmas ekan, endi 5 tadan qilamiz. 2 ta uchastka. Kelinglar jamoa. Yaqinroq kelib olinglar jamoa. 5 tadan ishtirokchi. Кто выиграет? Bo'ravoyga joyi yo'q, tamom. Aslan o'ylab ko'r.
Nima qilamiz? 2 marta qilamizmi? Bir marta. Saka nima kam kishi aka? 5 kishi bormi? 5 ta? Hammasi shunday qolib qolyapti. Bulovoy uchastka hamda Sergov uchastkasi. O'tomon o'tib oling. Tayyormisizlar? Tayyorlanamiz. Ahror aka. Qaqay. Bo'shroq qo'yaylik. Bo'shroq. Beshtada ishtirokchi. Xo'p, hali shoshilmaymiz, shoshilmang. Bo'shroq tashlaylik. Qo'yib bering. Qo'yib beringlar hozir. Tayyormisizlar? Bo'shroq qo'ying, bo'shroq. Olamiz. Bo'ldi. Endi almashib olamiz. Burovoy bitta tomonga o'tib olinglar. Xo'p. Zaptira bo'ladi. Torting. Bitta bu yoqqa turinglar. Bitta tortib ketadi-da bular. 2 martadan. Sakris. Ha. Tayyormisiz? Nima? Low! Yes! Yes! Bulovoy uchastka g'olib bo'ldi. Qarsiylar endi Ayting. Bular bichib charchatib qo'ydi-da bular. Yaxshiroq. Kadrda bo'ladi. Bulovoy sila. Ertadan 15 ga bo'lsa ko'karasiz. hurmatli tadbirimiz ishtirokchilari, bugun bayram munosabati bilan Sharqiy kon uchastkasi tomonidan palovxon to'ralar tashkil qilingan. Kimda kim ro'za bo'lmasa bemalol dasturxonga o'tirib tanovul qilishlari mumkin. Opa-singillarimiz bemalol borishlaringiz mumkin. Bayramlar muborak bo'lsin. Xo'p, yana ikkita uchastkani taklif etamiz. TB uchastkasi bilan PPK uchastkasi. Hozir birinchi o'ringa ketyapti Bulovoy uchastkasi. TB uchastkasi. TB отдел. Bo'shroq qo'yamiz. TB aytdilar, nima qilaylik? So'g'baga yutasan, yutqazasan. Yutamiz. Yeymichamiz. Endi almashib olamiz. Bu tomonga o'tib olinglar. Ertaga proverka. Bunaqasiga o'tib sen, Tez taklishing, tez.
TBK uchastkasi g'olib bo'ldi. Men telefon qilay, bo'lamiz. Hozir Sergo bilan TB. Tayyorlansin hozir Sergo uchastkasi bilan TB uchastkasi. 5 daqiqa berib turmaydi. 3-chi o'rin uchun bo'ladi. Yaqinroq qo'yinglar. Ana shunday Mat qo'yib bergandan keyin. O'tkir gavda ham kuch ko'tar. 1, 2, 3. Chapaqay bormi, chapaqay? Men chapaqayman-da. Qo'li uzun odam o'tirgan telefon yutadi u yerda. O'tirib qoladi. Hech kim chapaqay kim, chapaqay. Turishga joy yo'q. 46 yosh. 46 lет. Yo'q, chapaqay. Mayli o'ng qo'lamaydi. Chap bo'lgan mayli. O'tirib olinglar, o'tirib olinglar. Qo'li uzun odam yutadi. Keyin past yopaverasizda. O'zimi tepadan tashlayverasiz. Keling xushvaqt bo'ling. Komissiya. Sovg'aga to'rta. Assalomu alaykum. Ma'muriy xo'jalik. Anasi bo'lsa. Bu qanaqa samsa? Kim pishirgan buni? Nima bu? Qovurma bu. Qovurma samsa. Qovurma samsa ichiga nima bu? Ismalov. Ismalov nima foydasi bu? Qonni ko'paytiradi. Bu bilan bu nima farqi bor? Qovurga va duxovkada. Yo'q, buni yo'qsiz. Yo'qsiz. Ana yo'qsiz yana ham yaxshi. Yo'qsiz zarari bor degan bo'lsa bundan yesa ham. Ana. Aktivsiz bog'lamaydi. Qo'yil. Bu nima? Boshqa qozoqcha pichak. Qozoqcha pichak buni ichiga nima bor? Bu bo'g'irsoqmi? Bo'g'irsoq. Oddiy bo'g'irsoqmi? Buni kesadi, buni chakchak. Bular rasmiy ishlarimiz. Keling. Keling mana ayni axichi. Ular eng yaxshi ta'sir nominatsiyasini sizlarga berdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Set nimaga yig'ishtirib tashlayaptilar? Boramiz. Qayta yo'yma. Qayt yo'q qo'yinglar. Ichida ana burga yig'ishtirib tashlayapti. Assalomu alaykum. Tursinlar, necha xil qilib pishirgansizlar? 11 xil. 11 xil? Bu nonni ochinglar mana buni. Ochib birinchisini qancha? Bular qarang, ham Patir, ham Samarqand non, ham Bular Samarqand non qilganda. Nonni o'zini 4 xil qilgan. Hayit kilo o'zlari pishirganlar patirdi. O'shani patirlarni yaxshi ko'raman. Pishiring. Samarqanddan Nonvoyda olib keldim. Samarqanddan bu shu. Yo'q, Nonvoyda Samarqanddan olib keldim, non pishirib berdim. Mana ikkita non. Yo'q. Ay, yo'qmi? Sizni o'z non yozib ekanmizda. Ajoyib. Ishlatishing. Yosh topayga nonni Kiyov Mana. o'zi ana
ajoyib juftlik qilganlari uchun alohida nominatsiya beraman. Ajoyib juftlik. Nimada? Bayramlarda Navro'zda eng katta kamchilik bu. Qo'shiq uchun. Navro'zda esa ham qo'shiq uchun ham alohida. To'ylarim bor bu yerda. Kelinni chiqaradi, kuyov bo'lmaydi. Yo'q, dedi mana kuyovga vыбор katta. Qo'shiq aytadigan nimamiz ham bor. Qo'shiq aytib ham beradi, o'ynab ham beramiz, to'y ham o'tkazib yuboramiz. Videosimizdan bor. Videosimizdan bor. Kuyov ertadi. Men qaynona rolida. Videosimizdan bor. Videochilik. Ajoyib. O'zingizga ham to'qibdimi kelin deymi? Sappi. Ha. Endi hozir bitta hammasida bo'l ekan. To'qqanda. Keyin nasib bo'lsa узкий круг yig'ilamizmi, o'tirishlar qilamiz-ku. Любой вечеринки надо такая. Национальный? Национальный. Мы за. Нам нравится. Xohlanglar yaponskiy kimonomi, вот российский, русский. Farq yo'q, kazakskiymi? Chiroyli bo'layotgan bizga shu yarasha ekan, ha? Juda. Hammaga yarashgan. Ha, odam ko'rsa bahri ochiladi, keyin nima deydi, motivatsiya oladi-da. O'zi so'z kerak hammaga. Ko'z ko'nadi, yo'qmi? Odam faxrlanadi. Juda. Sizlarga ajoyib. Birinchi o'rinda Jips Kallik eng yaxshi kollektiv nominatsiyasini beramiz. Yaxshi qo'shiq uchun ko'p sonli millatda yig'ilgani uchun beramiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Ismi qo'yib ha? Sizlar Davriy texnologiya CPT. Necha qiloqat qildingizlar? Rasmlar, videolar Chak, bor. somsa. Ha, ko'rsam. 12 turda ekan. O'zlari gapirsizlar, komissiya asosiga. Necha qiloqat? Samsak, xumbarak, manta, Bunimi? samsak. Ko'k samsa. Tandir. Operator pult управления? Ikki shuncha ish qilgan? Ha, buni Bo'ldi. Ularga bir oy kontrakt nominatsiyasi bilan beramiz. Bormi sizlarda? Sana kontrakt, katalog. Bo'ldi, bir oy beramiz. Bir oy beramiz. Lazga aytamiz. Yashang. Tabrik. Qarsaklar. Qilga to'xta. Selgadagilarni o'qib kelganmi? Razvedkaga. Kecha aytildi bayram tadrim anonlari. Sizlar ayollar ko'pchilik bermaymiz. CBD Yo'q, kontrakt. sizlar shoshib yig'ishtirib bo'lib turibsizlar. Bo'ldi. Ha, bularniki o'tadi bu ya. To'g'ri rasmiy. Ertaga Menadan chiqib Ha, bir kun beramiz. ha, bitta imkon beraylik. Zavod bizning uchastkada kontraktlarni olib pullar beramiz sizlarga. Hamsilarni nima stol? Yo'q. Ertaga aytdingizda bular. Ha, yo'q, bera kelish kerak. Vostoga qarang qani stol. Ana sizlarga John Pierre'ning uchun nominatsiyasini beramiz. Skype Center. Yo'q, mana bu. Bilaman. Nima deydi? Ekspertni olib keldik desam. Nimasi? Pishirilgan ekan. Ha, qo'rilgan ekan. Qo'rilgan. Sizlar buni qaranglar, chiqarmanglar, shunday o'tinglar, bitta rasmga tushamiz. Sizlarga prova kelgani uchun birinchi to'g'ri bilan boshlab ko'rishdi. Ulardan taom bor edi. Ulardan millat 15 taom bor edi. 15 ta taom, 15 ta millat bor edi. Yo'q, 5 taom. Bularning videosi bor. Rasmi bor. Ana bular. Mo'g'laqni bekarlar. Yo'q, kuchlimi? Markaziy mehmonni hurmatini qilib
O'zingiz o'ngacham qilib. Hakamni aytgan. Tamam. Ben shuni O'g'ri uchun o'lish kerak. Tayyormisizlar? Ha, hocam. 1, 2, 3. Böyle ol. Gang, bıçak. hakam nima deylar? Tamam, o'zaro bular. Chapga shulay. To'xta. Shulay. Indamang. Bu hisoblanadimi? Yo'q, hisoblanmaydi. Bu turishni. Temur, savoling. Hadi qoldim bo'ldi. O'ynadim. Jo'rabek aka. Jo'rabek aka kelayotgan Usipka da'vogar bormi Usipka? Vo, o'zasiz aka. Tirsak tushib ketibdi Jo'rabek. O'tiraga olgan torting. 1, 2, 3. Давай, Jo'rabek aka. Jo'rabek aka, давай. Kim bilan? O fazlaga olamaysiz ekan. Fazlaga olamayman. Keladimi? 70 kiloman. Mayli, farqi yo'q. Bittadan. Aka ikkovi bilan. Bittadan lekin tepib bo'lmasin. Aka yutib olmasin. Endi proverka bilan. Proverka tayyor turibmiz aka. Проверка. Ne planı? Честно, коррупция. Опа! Проверка. Beksa aka ko'rganlaringiz yo'q aka. Bekzakadan, давай. Bekzakadan. Sen to'g'riga Mayli, so'rab ko'rmaymiz. Hech kimni degan yo'q-ku bundan nima oldim. Bu lafa men Ya o'tir hayot. men o'tira olmayman. Oscar, nima qiladi? Sağ ol, Jo'rabek. Hurmatli tadbirimiz ishtirokchilari, ozgina kengroq olaylik maydondan. Abror! Bo'ladi. Bo'ldi, musobaqalarimiz o'z nihoyasiga yetgan bo'lsa, biz tadbirni yana davom ettirardik. Mana shu stol stullarni olib qo'ysak. Yigitlarimizga iltimos qildik. Hali. Hurmatli tadbirimiz ishtirokchilari, hech kim ketib qolmasin. Endi taqdirlash tabriklari bo'ladi. Barchani yaqinroq kelishlarini so'rab qolardik. Davrada o'tirgan aziz opa-singillarimizni mana shu yerga davramiz maydoniga taklif etib qolamiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi tadbirimizga tashrif buyurgan hurmatli tadbirimiz ishtirokchilari. И вновь добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые почетные гости сегодняшнего мероприятия! Barchangizga yaqinlashib kelayotgan yasharish fasli bo'lgan Navro'za olam bayramlari bilan chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Дорогие друзья, в эти замечательные дни наша благодатная страна встречает один из самых весенних и долгожданных праздников. Мы вас всех от всей души, от всего сердца поздравляем с праздником Навруз! Siz
qadri baland qadrdonlarni, mehnatsevar insonlarni tabriklash va qutlash uchun so'z Navoiy kon metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati Markaziy kon boshqarmasi Muruntov koni boshlig'i Kamolov Nuriddin Bomurodovich mamnuniyatiga mikrofon qarshisiga taklif etamiz. Дорогие друзья, в этот замечательный день с праздничными словами поздравлений к вам обращается начальник рудника Мурунтау Нуридин Бумуродович Камолов. Assalomu alaykum. Hurmatli jamoamiz, hurmatli hamkasblar, akalar, ukalar. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Hammalaringizni yangilanish, yasharish bayrami haqiqiy o'sha bizaga suyak surib kelayotgan turkiy bayramimiz bilan tabriklayman. Bizani endi yangi yilimiz boshlanyapti. Nasib bo'lsa, hamma ishlarimiz, rejalashtirilgan ishlarimiz hammasi oldinda, hammasiga muvaffaqiyat va g'alaba qozonishimizni tilayman sizlarga. Birgalikda, bir jamoa bo'lib, bir kuch bo'lib nasib bo'lsa. Sog' bo'linglar. Tashakkurlar izhor etib qolamiz. Hurmatli aziz mehnatsevar qadrdonlar, endigi tabrik so'z sohibi Navoiy kon metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati Markaziy kon boshqarmasi axborot va ma'naviyat va ma'rifat guruhi rahbari Rajabov Ilhom Mustafoyevichning mamnuniyatiga mikrofon qarshisiga taklif etamiz. Assalomu alaykum hurmatli tadbir ishtirokchilari. Ruxsatlaringiz bilan Markaziy kon boshqarmasi direktori Otabek Mannovich Mustaqimovni Nurdin Bomurodovich boshchiligidagi jamoaga tabriknomasini o'qib eshittirmoqchiman. Hurmatli Nurdin Bomurodovich, sizni va siz rahbarlik qilayotgan jamoani yurtimizda keng nishonlayotgan tabiatning yangilanish va ezgulik ramzi bo'lgan Navruz bayrami, shuningdek mehr-oqibat, bag'rikenglik va insonparvarlik qadriyatlarini ulug'lovchi muborak Ramazon hayiti munosabati bilan samimiy tabriklayman. Ushbu qutlug' ayyomlar xalqimiz hayotida ezgulik, hamjihatlik va o'zaro hurmat tuyg'ularini yanada mustahkamlab, barchaga yangi kuch-g'ayrat, ezgu niyatlar baxsh etadi. Mamlakatimizning sanoati va iqtisodiy taraqqiyoti yo'lida amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlaringiz, jamoangiz bilan birgalikda olib borayotgan samarali faoliyatingiz e'tirofga sazovordir. Sizlarga mustahkam sog'lik, xonadonlaringizga mas'uliyatli va sharafli faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar, jamoangizga esa yangi yutuqlar tilayman. Navruz bayrami va Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Hurmat va ehtirom bilan Markaziy kon boshqarmasi direktori Otabek Mannovich Mustaqimov. Bayram muborak bo'lsin, hammaga sog' salomat bo'lishsin. Tashakkurlar izhor etib qolamiz. Endigi so'z navbatini Navoiy kon metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati Markaziy kon boshqarmasi yoshlar kengashi raisi Boboyor va Saodat Doniyorovnaga beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli Muruntov koni jamoasi. Sizlarni mana shu tobora yaqinlashib kelayotgan Navro'zi olam hamda Ramazon hayiti bilan chin qalbimdan, uzun nomimdan qolaversa, yoshlar nomidan qolaversa, shahar kengashi deputatlari nomidan tabriklayman. Chunki doimo ko'raman, mana shu Muruntov konidan bir chiroyli videoroliklar borib turadi va ularni sizlarning o'sha asosiy shiorlaring sifatida o'sha kombinatning eng katta boyligi bu insonlar deyilsa, mana bu Muruntov konida ishlayotgan har bitta insonni, har bitta mutaxassis, har bitta
kadrda bu shior o'sha sabr, matonat, bilim, tajriba ekanligini menimcha butun O'zbekiston, butun jahon ko'ryapti-da va bunga tahsin aytyapti. Bu uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hurmatli jamoa, mana oldimizda Navro'zi olam. 3000 yillik tarixga ega bo'lgan Navro'zi olamni siz va biz nishonlayotganligimiz ham bu bizning bitta katta baxtimiz. Chunki bu Navro'zi olamni nishonlamayotgan musulmon bo'lgan yoki shu bayramni o'zini milliy bayrami deb tan olgan xalqlar nishonlamayotgan xalqlar nechta. Lekin mana shu baxtli ekanmiz, ishlab chiqarish jarayonida bo'lsa ham mana shu konni o'zida, cho'lni o'zida, Qizilqum cho'lida nishonlayotganligimiz mana shu mehnatimiz, mana shu yurtboshimizni odilona olib borayotgan siyosatini bir mevasi sifatida e'tirof etamiz va bunga albatta shukrona keltirishimiz kerak. Hurmatli ishchi xodimlar, avvalambor barchani oilasiga tinchlik, xotirjamlik qilayotgan ishlaringizda muvaffaqiyatini bersin. Hamma o'zini farzandini kamolini ko'rib, mana shu nima deydi, Navro'z bayramlarini nishonlayveraylikda va Navro'z bayramlarida yangi yutuqlarni qarshi olaveraylik. Tabriklayman. Rahmat, tashakkurlar izhor etib qolamiz. Endi esa an'analarga sodiq qolgan holda Navro'z bayrami munosabati bilan o'tkazilgan musobaqalar bo'yicha taqdirlash marosimini boshlaymiz. Xo'p, turnik tortinish musobaqasida faxrli 3-o'rinni egallagan Choriyev Farhod akamiz taqdirlanadilar. Qarsiylar bilan olqishlab turamiz. 2-o'rinni egallagan Qo'ziyev Odilbek Yusuf o'g'li taqdirlanadi. Birinchi o'rinni egallagan Orziqulov Farhod Isomiddin o'g'li. Jangi san'ati musobaqasida faxrli 3-o'rinni egallagan Choriyev Farhod akamiz taqdirlanadi. Yana bitta 3-o'rin bor. Familiyasi keltirilmagan Abrorjon akamiz faxrli 3-o'rin bilan taqdirlanadi. Umirzakov Fazliddin akamiz 2-darajali diplomlari bilan taqdirlanadi. Qarsiylar bilan olqishlab turamiz. Barchaga bayramlar muborak bo'lsin. Va 1-o'rinni egallagan PPK uchastkasidan Xurshidjon akamiz taqdirlanadi. Tosh ko'tarish musobaqasida faxrli 3-o'rinni egallagan Umirzakov Fazliddin akamiz taqdirlanadi. Qarsiylar bilan olqishlab turamiz. Tosh ko'tarish bo'yicha faxrli 2-o'rinni egallagan Otakulov Lazjon taqdirlanadi. Va
birinchi o'rinni egallagan Xidirov O'tkirjon akamiz faxrli birinchi o'rin bilan taqdirlanadi. Arqon tortish musobaqasida faxrli 3-o'rinni egallagan kon uskunalarini ta'mirlash sexi faxrli 3-o'rin bilan taqdirlanadi. Arqon tortish bo'yicha 2-o'rinni egallagan TB uchastkasi taqdirlanadi. Jamoalarni taklif etib qolsak, jamoa bo'lib chiqaylik. Arqon tortish musobaqasida faxrli 3-o'rinni egallagan kon uskunalari ta'mirlash sexi jamoasi. Va 2-o'rinni egallagan TB uchastkasi jamoasi. Beshta ishtirokchimizni taklif etamiz. TB uchastkasi. Hozir ikkita birinchi o'rinni e'lon qilamiz. Burg'ulash uchastkasi birinchi o'rinni egallagan Arqon tortish bo'yicha hamda kon transport uchastkasi faxrli birinchi o'rinni egallagan qarsiylar bilan olqishlab qo'yamiz. Burg'ulash uchastkasi hamda kon transport uchastkasi faxrli birinchi o'rinni egallagan qarsiylar bilan olqishlab qo'yamiz barchaga. Shunday go'zal betakror Navro'zi olamlar, bayramlar muborak bo'lsin.
ishtirokchilari va mana shu tashkil etilgan musobaqalardan biri bu mana shu korxonada mehnat faoliyatini olib borayotgan xotin-qizlar o'rtasida bo'lib o'tdi, ko'rdingizlar. Mana shu xotin-qizlar ham o'zaro birlashib, ko'p millatlilikni tarannum etib, birdan bo'lgan holatda Navro'zga mos bo'lgan dasturxon bezatishdi va o'zlaridan kelib chiqqan holatda dunyoqarashlari, balkim kitob qaragandirlar, qanaqa milliy taomlar bor, shularni ko'rgan holatda dasturxon qildilar. Avvalambor bu uchun sizlarga tasanno deyman, ish vaqtida, ish jarayonida mana shuni tashkil etganliklaring uchun va korxona tashkilot o'sha uchastka sexlaringizdan 5 ta chiroyli dasturxon tuzatildi. O'ylaymanki, mana shu ishtirok etgan barcha qizlarimiz uyda yaxshi uy bekasi va qaynanaga yaxshi kelin. Bu uchun kelinlarimizni bir olqishlab qo'yamiz, erkaklar. Biz o'sha jurilar bilan ko'rib chiqdik va ko'rib chiqishimiz natijasida shunaqa xulosaga keldikki, barcha o'sha uchastkalar yozgan dasturxon o'z holicha juda yaxshi. Birovda 1, kimnidir 2, kimnidir 3 deyishdan yiroqmiz. Chunki hamma o'zini mohirona san'atini, ayollik san'atini ishga solgan va buni uddasidan chiqqan va natijalarni o'qib eshitiraman. Gamma aktivlashtirish laboratoriyasi xotin-qizlari tuzgan o'sha dasturxonimiz bu Navro'z milliy taomlari dasturxoni nominatsiyasiga loyiq deb topildi. Tabriklaymiz. Kelamiz mana shu jamoadan kelib mana sovg'alarni olib ketamiz. Gamma aktivlashtirish laboratoriyasi. Bular kelamiz. Mana vakillari bor. Nimaga o'tamiz? Davriy uzluksiz texnologiyalari jamoasi. Biz ko'rdik, bu jamoada ikkita ayolimiz aytishlari mumkin edi, ikkalamiz bor, nima qilamiz deb rad etishi mumkin edi. Lekin mana shu ayollarimizga rahmat. O'sha kamchilik bo'lishidan ham qo'rqmasdan uddasidan chiqib dasturxonni chiroyli bezatibdilar va bular o'sha Navro'zda eng inoq jamoa dasturxoni deb e'lon qilinadi. Demak, kadrlar byurosi turli millat vakillari taomlari va milliy liboslar bilan bezanib kelganligi uchun shu nominatsiyani berdik. Marhamat, turli millat vakillari taomlari va milliy liboslar. Kadrlar byurosi. Singlar. Jamila opa. Qolgan a'zolar bo'lsa, kelinglar birdan olib ketasizlar rasmga tushib ketasizlar. Bu ham bir esdalik videoda. Hayot. Qizlari ham bor edi. Hayot. Ma'muriy xo'jalik xodimlari ishtirok etdilar. Bu ayollarni ko'rib biram biz xursand bo'ldik. Eng oqila ayollar dasturxoni nominatsiyasini berdik. Marhamat, oqila ayollarni kutib olinglar. Ajrab chiqing. Binar opa.
mehnatni haligi nima qilish, tashkil etish yo'nalishi. Demak, bu qizlarimiz o'zi bor yo'g'i 2 nafargina ekanlar. Millat vakillari bo'lib turib, Navro'z bu hammamizning umummilliy bayramimizni hisobga olib kelibdilar. Birdamlikni tarannum etuvchi dasturxon deb berdik bularga nominatsiyani. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Yana bir nominatsiyamiz bor. Bugun sizga mana shunday palovxon to'ralarni taqdim etgan Ashraf Aftamovich boshchilik Sharqiy kon uchastkasi jamoasini taklif etib qolamiz. Qani Sharqiy kon uchastkasi jamoasi Ashraf Aftamovich boshchilik jamoa kelinglar. Saylar bilan olqishlab qo'yamiz. Barchaga muborak bo'lsin bayramlar. Mana bugun bayram yaxshi o'tdi. Hammaga tashakkur, kattakon rahmat aytamiz. Va mana bu sovg'alarga qo'shimcha o'yinlarimizni bir oyga oshirib beramiz. Ana ishtirokchilarga ertaga Zarafshon shahrida markaziy maydonda markaziy kon boshqarmasi bo'linmalari ichida bo'ladi. Nasib bo'lsa unga qatnashuvchilar bor. Yana qatnashishga talabgorlar bo'lsa kelsin, ularga alohida sovg'a, alohida e'tibor, bizdan surpriz bo'ladi nasib bo'lsa. Diqqatlaringiz, e'tiborlaringiz uchun, ajratgan vaqtlaringiz uchun rahmat. Sizlar unutmanglar, nasib bo'lsa bizning yangi yilimiz endi boshlandi. Biza birgalikda rejalarni bajarib, birgalikda ahil bo'lib g'alaba qozonamiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar, bayramlar yana bir bor muborak bo'lsin deymiz. Qolaversa, aziz, qadrli, mehnatsevar, qadrdon insonlarimiz shu narsani ta'kidlaymizki, ertaga Xudo xolasa 2026-yilning 19-mart sanasida soat 10:00 da Navro'z sayli markaziy maydonda bo'lib o'tadi. Barchani taklif etamiz. Hozir talab va takliflarga binoan opa-singillarimizni sho'x qo'shiqlarga, raqslarga taklif etib qolamiz. Bayramlar muborak bo'lsin.